Yana o'sha Ashan magazinidamiz. Yana o'sha xurmo. Hozir mana endi tepasi ko'karib ela turibdi. Odamlar olgan yo'q. Mana 229 so'mdan narx qo'yib qo'ygan. Yotibdi mana. Zavalolib. Mana shuni bir taglarini ochaylikchi. Sekin ehtiyot qilib. Nima uchun yotganiga bir sabab axtarib ko'raylikchi. Mana bularni ham o'zi mana bunday qilsam, buni tagi ham ko'kmak, sariq ko'ringani ham mana holat. Bir yog'ini o'qtasang, ikkinchi yoqdan dardi chiqyapti mana. Mana ki. Yo'q. Ko'kargani ham bor, achib ketgani ham bor, qishib-mushuri ham bor, urilib qolgani ham bor, hammasi borda. Endi mashina qo'yib turgandan keyin yotadi-da bu, yotadi. Qanday bo'lib, ko'karib yotadi. Shu yerga endi salakam 3000 kilometrdan pul sarflab akalarimiz olib kelib, isrofgarchilikka yo'l qo'yib, xomini uzib, qancha mashaqqat bilan u yerda to'xta, bu yerda to'xta, shopillar bezovta, unisi bezovta, unga pul, bunga pul. Oxiri olib kelib turib, nimaga olib kelyapsiz? Mana shu yerda yotib, oxiri kechirasizlar, huzurini aqllab, musur ko'rish uchun olib kelyapmizmi? Shu endi maqsadimiz. Brend qayoqda qoldi, insof qayoqda qoldi, iymon qayoqda qoldi? Endi bu narsalar bizni qiziqtirmay qo'ydi-da. Nima desa, nima deyish kerak? Mandan ketguncha egasiga yetguncha degan holatga keldik-da. Bunda baroka bo'lmaydi. O'sha domilla aytgandek, o'zi uzilishida isrofgarchilik bo'lyapti, aldov bo'lyapti. Keyin kelib olib mana shu yerda menday bo'lib hali bir 20 minut, 30 minut oldin video olganimda sizlarga ko'rsatgandim. Mana shunday yotib, hali mana shuncha odam kelib bu narsani bir olayotgani yo'q bu yerda. Shuncha klient qancha oldida turdim, o'tgan safar turdim. Boyagi video olayotganimda yo'q, bu yerda hech qanday odam buni olayotgani yo'q akalar. Qalamon bo'layotgani yo'q bu xurmo. Mana sarg'ayib pishgani ham, bularni ham birov olib ketgani yo'q-da. Mana shu qanday turgan bo'lsa turibdi. Mana hisobiga boyagiligini. Mana shu holatda kim oladi? Hech qanday odamlar ko'ryapti, o'tib ketyapti. Ko'ryapti, o'tib ketyapti odamlar. Bir qarayapti, mana bu ahvol. Olmaydi-da, bu turib turadi, qorayadi, chiriydi. Qorayadi, chiriydi, oxiri tashlaydi. Mana shunaqa gaplar akalar, ukalar. Isrofgarchilik qilmaylik. 3000 kilometrdan pul sarflab olib kelib, bu yerda axlatga tashamaylik. Bularni ham kasb tutadi. Yaratgan marhamati keng bo'lgan bilan, xolis bo'lgan bilan, saxiy bo'lgan bilan, lekin qahri ham qattiq. O'shaning uchun bizni jazolab qo'yapti-da. O'shaning uchun biznikilar nimaga ketmayapti, nimaga ziyon qilyapmiz, nimaga narx ko'tarilmayapti degan gaplar mana shu yerdan kelib chiqmayaptimi akalar, ukalar? Insofga kelaylik. Alloh bizni haq yo'lga chorlasin. O'zimizni ustimizda ishlamasak bo'lmaydi. Bu qilayotgan narsa har bir odamni o'zi uchun qiyin bo'lyapti. Har bir odam o'zi uchun qilyapti. O'zini oyog'iga o'zi bol turyapti. Ko'zimizni ochmasak boshqa ilojimiz yo'q. Shu holatda ketadigan bo'lsak, bundan 5 battar bo'ladi. Bozorga kelib olib, yuklarimiz yotadi, sotalmasdan yotamiz. Olib kelib, o'shancha yo'l kira sarflab tashab ketaveramiz, Alloh ko'rsatmasin. Boshqa iloji yo'q. Bor deganlar aytaverasizlar. Mana yotishing. Assalomu alaykum, ahli guruh omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugun biz Ashan savdo markazlaridamiz. Islohotlar izidan deb. Mana polkalarni ko'rsalaring, rastalarni ko'rsalaring, mevalarning go'zalligi ko'zlarda qamashtiradi. Havas qilsa arzigulaydi. Mana nuqsoni yo'q. Go'zal, chiroyli. Har tarafini qaranglar mana. Blistib qilib, yiltillab, hammasi joyida turibdi. Shundan mana bunday kuzatib kelamiz. Mana. Zo'r. Endi mana bizda mevalar. Endi oldin juda ko'p ko'rsatdim, mana bu nimalardan lenta, bistronom, pityorochka, magnit o'xshagan savdo rastalardan sekin-sekin bizda xurmolar ham, uzumlar ham chiqarildi. Uje olishmay qo'ydi. Bundan xabarlaringiz bor. Endi mana shu ashanlarda turuvdi. Ashanda ham endi mana shu holat bo'layotgan bo'lsa, mana xurmolarimizning holatini qaranglar. Kim shuni oladi deymiz-da endi.
o'zimiz bo'lsak olarmidik shu narsani? Endi kasalda yashaganimiz nimasi oshkor qilar ekan. Ming mana shu narsalarda haligi birovlar aytmoqchi ko'rsatmaylik desak ham boshqa iloji yo'qda. Mana shu yerda turgan mana Ozarbayjonnikiga ham mana qaranglar chidasa bo'ladi. Mana qaysi birini aytasiz? Bular hali yetilmagan dajada. Bu qo'rqinchli-da bu holat. Mana onalarimizda aytinglar mana. Shuni bunday ko'rib turibman. Qaranglar. Bundan bu yoqqa manda o'tsang, chetni mevalari mana. Konkurensiya. Mana go'zal turibdi. Holatni qaranglar mana. To'lib toshib yotibdi Rossiyaning bozorlarida. Bu mevalar to'lib toshib yotibdi. Ko'zni quvontiradigan darajada. Endi bularni oldida qanday qilib bizni mahsulotlarni olsinda? Qanday qilib? Rossiyaning o'zining olmalari mana shular. Akalar, mana shular. Krasnodarning olmalari, Xitoyning olmalari, Polshaning olmalari. Olyapti, olarman bor, oladiganlar bor. Sovuq bo'lsa ham bugun 35 gradusga yaqin sovuq bo'lsa ham odamlar chiqib olyapti, olarman bor. Lekin mana bu narsaga yo'q-da, mana turibdi pulkalar. Mana shu sababli bir sifat yo'qligi uchun bir aldov bilan na dinimizda, na qonunlarda ko'rsatilmagan narsalarni olib kelib savdo qilayotganligimiz uchun, o'zimizni qadrlamaganligimiz uchun, ustimizda ishlab, chiroyli qilib, konkurensiya bor deb bir 10 mashina bo'lar bo'lmas yukni do'ngicha olib, tagiga urib, boyib ketaman deb, aslida bu bebarokatsizlik, aldov, yaratganning yo'lida ham qiyin bo'lgan ishni olib kelib bu yerda sargardon bo'lib, bozorimizni yo'qotib, mana shunday qiyin holatlarga tushib, savdogarlarimiz qarzga botib, bebarokat bo'layotganligimizning asl sababi shu islohot qilmayapmiz. O'zimizda ustimizda ishlamayapmiz, yangilik yaratmayapmiz, daraxtlarimizga ishlov bermayapmiz, qaramayapmiz. Endi mayli ko'chatlarga o'rnash, bir subsidiya darajasi, rekonstruksiya, modernizatsiya, chiroyli qilish bu bir yoqli, birinchi darajadagi. Lekin o'zimizning qo'limizda turgan narsalar o'shangacha shularni qilmaganligimiz uchun, ozgina mehnat qilmaganligimiz uchun shu holatga kelib qolayotganimiz juda achinarli. Xohlaymizmi, yo'qmi, o'zimizning ustimizda ishlaymiz. Yaxshilik uchun harakat qilamiz, halol mehnat qilamiz, islohot qilamiz, sifatga qaraymiz. Ana o'shanda bozor bizniki bo'ladi, ana o'shanda el yurtga barokat kiradi, o'ylagan yaxshi ishlar bo'ladi. Bugun mana juma kunlari yaratgan kunlaringizni xayrli, barokatli qilsin. Duolar qilaylik, o'ylagan yaxshi niyatlar amallarimizga yetaylik, islohot qilaylik, barokat kiritaylik yurtga. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 12-yanvar. Biz bugun endi navbat Rossiyadagi katta savdo markazlaridan biri Lenta savdo markazidamiz. Holatlarni ko'ramiz. Mana sizlarga Pyaterishka Magnit magazinlarida ko'rsatgandik 4-5 kun oldin. Mana xurmolarni, Xitoy xurmolarini kela boshlaganligini. Mana yangi yildan oldingi video lavhalarimizda ko'pida ko'rsatdik. Mana Xitoy xurmolari nimada yo'q edi, polkalarda yo'q edi. Ozarbayjonniki bor edi, bizniki bor edi. Hozir mana o yashikdaylar ham Ozarbayjonniki, buni bilishadi, tanishadi xurmolar. Hozir faqat Ozarbayjonniki qolgan polkalarda, mana bu Xitoyniki qolgan. Oldin bizniki bor edi, biznikini mana endi sifatimiz yo'qligi uchun mana asta-asta endi haq tan olishimiz kerak. Asta-asta siqib chiqarildi mana bozordan. Qaranglar, mana Ozarbayjon, Xitoyning xurmolari mana ikkinchi qatori ham hammasi bir xilda. Shu yerda 3 qator kelyapti. Bari bir xilda mana holati. Sifat uchun olyapti. Narxini qaranglar, 240 rubldan. Mana shu Ozarbayjonniki 179 rubl. Biznikilar yo'q уже. Mana qaranglar, уже Magnitdan, Pyaterishkadan, mayda-mayda savdo markazlaridan siqib chiqargandi. Endi mana Lentaga ham xudo xolasa mana Ozarbayjon, Xitoyning xurmolari kirdi. Qayog'ini ochib qarasangiz mana kachество oxirgi qator, 3-qatorni qaranglar, bir xilda. Sifat shu. U yoqqa olamiz, bu yoqqa olamiz, baribir iloji yo'qda. Sifat nima? Qadoq baribir haligi ko'p qaytarib o'tdik. Bu xalq, masalan, Rossiyaning xalqi narx uchun arzon, faqat arzon olib kelmayapti-da. Sifat ham bo'lishi kerak deyapti. Sifat bo'lsa, narxiga qaramayapti. Katta hisobda shunday xulosa chiqaramiz. Sifat bo'lsa, chiroyli qadoq bo'lsa, mana qaranglar. Уже setlar. Ko'proq mollarimiz hozir xohlaymizmi, yo'qmi, mana
setlarga kelyapti-da. Endi sekin-sekin bozorlarimiz susayib boryapti. O'shaning uchun biz bozor ushlab qolaylik deyapmiz. Harakat qilyapmiz siz bilan biz. Lekin xolaymizmi yo'qmi, baribir mashina bo'lib mana setlarga qadalyapti-da. Setlarga qanday yuklar chiqyapti, qanday mollar chiqyapti? Setlarga qadoq chiqyapti. Chiroyli qadoqda bejirim Xitoyning mollari oldin mazasi yo'q bo'lgan bo'lsa, endi mazasini ham to'g'rilashyapti. Asta-asta har tomonga harakat qilyapti. O'zini ustida ishlashyapti-da, akalar, ukalar, dehqonlar, bog'bonlar, eksportyorlar, qaranglar mana. Rossiyaning setlari nimani xohlayapti? Har bir vajda. Har bir vajda. O'zini ustida ishlashyapti-da. Mana shunday qilib chiqarib, zelenlar deysizmi, boshqa har nimani piyozgacha chiroyli manday bejirim qadoqlarga qilib mana shu narsalarni mana olmani qaranglar. Mini olmalar ekan. Apple. Aromatli deydi. Sochni. Har bir narsa mana shunday bejirim nimalarda. Mana o'sha yangi yildan keyingi vaqtlar bo'lishiga qaramasdan baribir savdolar bo'lyapti. Ozmi ko'pmi? Qizilchalargacha mana shu holatga qilishganda. Bodringlar umuman mana bu holatda berilyapti. Bejirim, sifat. Qarasangiz ko'zda quvontiradi. O'zimizni ustimizda albatta ishlashimiz kerak, yangilik yaratishimiz kerak. Mana shu narsalarni biz ko'rsatishimizdan asl maqsad mana olomonlar ko'ziga tashalyapti. Qaranglar, mana ko'ryapti, tashayapti. Bu Xitoyniki deb ko'radi, lekin olib yeb ko'rgandan keyin mazasi ham o'g'nalyapti-da bular. Undan keyin keyin oladi. Shunday bo'lib biznikilar siqib chiqariladi bozordan. Mana uzumlarimiz hozir bir dona mana shu uzumimiz turibdi. Ularni 189 rubldan sotilyapti. O'sha boyagi bozorda ko'rsatgandek qadoqda agar bo'lgan bo'lsa, mana shunday to'kilmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ahli guruh omonsizlar. Mana 9-yanvar holatiga bu o'sha mana aytgan pityurishka. Mana o'sha Xitoy xurmolari. Qaranglar mana. Kecha ko'rib o'tib ketgandim. Shu usti mana shu uchala yashikda bu 3 qator kelyapti. Uchala yashikda turganda mana shu uchalasi ham yarimlab qolibdi-da. Qaranglar, mana nuqsoni yo'q, boshqasi yo'q. Bizda xurmolarda mana shu petyurishkalardan, Rossiyadagi setlardan uje asta-asta mana yangi yildan oldin bir 10 kun, 5 kundan oldin, 5 kundan oldin boshlandi, mana shular paydo bo'lishdi. Petyurishka magnitlarda yo'q edi-da mana. Mana shular mana siqib chiqaryapti. Mana nima deb o'ylaysizlar? Qani o'zlaringizga savol beringlarchi, nima uchun mana shu Xitoy xurmosi bu Rossiya setlarida paydo bo'lishni boshladi? Nima sababdan? Mana o'zlaringizga savol beringlar. Men masalan javob beradigan bo'lsam, men aytaman, bu sifatsizlik uchun biznikilarni shu tagiga o'qlab, yetiltirmasdan uzib, o'sha do'ngini sotib, o'zimizni mana shu islohot qilmasdan, o'zimizni ustimizda ishlamasdan sifatsiz mollarni olib kelganligimiz uchun mana shu Xitoy mollari mana Rossiya bozoridan asta-sekin, nafaqat Rossiya ichki bozordan ham, O'zbekistonda ichidan ham mana bizni siqib chiqaryapti. Bu ayanchli holat, bu qo'rqinchli holat. Buni ustida ishlashimiz kerak. O'zimizni ustimizda hurmatli dehqon bobolar ishlashimiz kerak yoppasiga. Mana o'sha aytilayotgan qadoqlar. Bizda uzumlarda ham to'kiladigan narsalarda mana shunday qilib kapeyka turadi-da bu narsalar. Shunday qilib solib jo'natinglar, hurmatli eksportyorlar, qabulxona egalari, bog'bonlar, dehqonlar, brokillar. Mana shuni ustida ishlaylik. Ozgina xatyapi mana shu narsalar chachilib ketyapti polkalarda, yarim yashiklarda musor tashlab yuboryapti. O'shaning uchun savdogarlarning puli, rizqi, bunday aytganda o'zimiz oyog'imizga bog'lab turyapmiz. O'zimizni mana shunday polkalardan chiqib ketishiga sabab bo'lyapmiz. Bunday qilib mana turib chiroyli bo'lib. Shunday qadoqlab, shunday shunga o'taylik. Mana 21-asrdamiz. Hali ham o ota-bobolamizdan qolgan holatda ishlamaylik. Oldiga qarab yurishimiz kerak-da, izlanish bo'lish kerak-da. Qachongacha gapiramiz? Hatto piyozlarni mana bu holatga olib chiqib sotishyapti. Pomidorlarni qaranglar, turini. Nima deymiz endi? Qancha ko'rsatish mumkin, qancha gapirish mumkin, lekin gap bo'lib qolish kerak emas-da. Ishlash kerak-da. Mana bularni singari o'zimizni ustimizda qachonki ishlaymiz, qachonki o'zimizni qiynaymiz, ana o'shanda rohatini tortamiz. Qiynalmaguncha, mehnat qilmaguncha olma pish og'zimga tushimdan hech nima o'zgarmaydi.